Karxançılık büyük kesip ikinci kısım. Karxançılık büyük kesipke, pullu tapsi hesap emasga başladı. Emse dünyavi katlı karxançılık, katlı tarixdan şu karxançılam şu pullam tapqanğa, unudan sırf insaniyetke qandaq bir yaxşı işlarni, qandaq bir zor büyük işlarni ekeptike. Nimişqi maqtaymiz, nimişqi ulardan ögünüşümüz gerek. Amerikanın Ford avtomobilini hemmimiz bilimiz. Hem bu rayonumuzda Ford mashinasini aydaydiganlar ancha köp emas. Çünkü Fordni maynici qaraq yeydi deb pek yoqtirib ketmaydi. Lekin şu Fordni aydiganlar o'zi biladi mashinaning rayitini. Tushunami? Ham bir misol qoldirimiz Henry Ford. Yeni şu Ford avtomobil şirketining otisi, şunun qurg'uvchisi. Amerika D şekillik avtomobillarining ijodchisi. Hamda bu D şekillik deganimiz hozirgi mashinalar qarab bakinglar. O'chalan ko'pincha inglizcha, latin alifbetiga D xatiga o'xshaydi. Tushunami? Uningdan burun avtomobillar T şekillik avtomobil ekan to'q. Qanday T şekillik. Burun kon mashinalarning shaklini ko'z oldingizga keltirib bakinglar. Keynisel yo'g'on matiga o'xshaydi, oldi paka uzun. Tushunami? Hamda mushayat Henry Ford avtomobilini yasab, bu shirkat taraqqiy qildirishdan burun bütün dünyada her qanday yerda ma'lum bir mashinani, avtomobilni yassa va yoki har qanday narsani yassa 5 dan 10gacha odam kelib, masalan, mana shu yo'lning atrofi olishib, hammasi teng yasaydi ekan to'q. Bir narsani hamma odam teng yasaydi ekan to'q. Shuning bilan buningda endi vaqt ko'p ketadi. Kuch isrof bo'ladi. 10 odam birga kelgandan keyin 2-8 qarab turish mumkin. Tanar teshib ketadi. Surat osta mashina yasash uchun nurg'un vaqt ketadi. Shuning bilan bu yerda Henry Ford bir kun qarab o'ltirib velosipedning ilqi zanjiri didagi shuningga qarab kallasi vallad yurib oqmi liniyani kashf qilgan. Endi bu yerda oqmi liniya uzun bir tasmani qo'yib, avtomobil buning ustiga qo'ydi avtomobilning jazosini. Bu tasmadan mangdi, unda oqdi, oqmi liniya. Har bir odam faqat shu mashinaning bir yerini yasaydi. Endi mening oldim keldi, birisi chaqnil chiqdi, birisi ishkini qo'ydi, birisi darizini qo'ydi. Ko'ringlarmi? Shuning bilan surat dahshat tizilishdi. Sifat yuqori ko'tarildi. Ketadigan tanarix tushdi. Avtomobilning yasli surati tizlashdi, baz tushdi. Bozorda Ford avtomobili olqishliq bozor topdi. Mana buni oqmarkat, oqmiliniya ishlab chiqarishi deymiz. Bu yerda Henry Fordning to'kisi yolg'iz D shakllik shu avtomobilni yasaganligi emas, butun insoniyatga hamkorlashib birlikda ish qilgan vaqtning o'zida ishni texim yaxshi köplab, turlab ishlab chiqarib bulduğanlığını bildirganligida. Bu yerda oqmiliniya, oqmi ishlab chiqarish bugungi zamondagi korxona zavodlardimi eng oldin qatorda turmoqda. Masalan, süt ishlab chiqaradigan, ichimlik ishlab chiqaradigan zavodlarning nimasini ko'rgan bo'lsanglar, bunda potolkalar oqdi. Bir yerdan short qo'shidi, yana bir yerda og'zi itildi. Mashinalashgan endi hozir. Burun shuni qo'lda qildi ekan to'q. Barbara hozir mashinalashib, mashina ishlab chiqarishmi? Yana shu oqmiliniya uchun mangdi lekin. Mana bu Henry Fordning to'kisi, korxonachi mush. Bütün insaniyet etkileyen zor tepkisi. Hem de Bill Gates'in emimiz tanıyımız. Keyinki sanda Bill Gates'in insaniyet etkileyen tepkisi zaten imlet olsun paranlaşımız. Yaktırgan dostlar önce koyunlar. Rahmet.